yangi qo'shiq bilan kelganlar, premyera. Bunisi haligi noan'anaviy, chunki mana oxincha eslatib o'tgan edi. Siz xarajat qilmaysiz, boshqa shoirdan, boshqa bastakordan qo'shiq olmaysiz. Shu paytgacha nechta aytgan bo'lsam, 4 tami, 5 tami, hammasi o'zim yozganim. Bunisi boshqa bastakor, boshqa shoir tomonidan menga shu ham chiqimli emas. Shu ham chiqimli emas. Sovg'a qilingan. Sovg'a qilingan. Men siqilmadan keyin juda ko'p g'oyalar, she'rlar, nima deydi, ohanglar Telegram, Instagram tarmoqlaridan keldi. Hammasini eshitib ko'raman men. Chunki balkim qaysidir biri yoqib qolishi mumkin-da. Shularning orasida 200 dan oshig'ini eshitganimda shu qo'shiq menga ma'qul bo'ldi va ijro etishga qaror qildim. Qancha deb so'rasam, baraka topsin, shoir Xurshid Karim aytib o'tishim kerak. Va bastakor Rahimiy taxallusi bilan Akmaljon degan bir ukamiz sizni bu qo'shiqni ijro etishingiz bizga o'zi nima deydi, in'om, biz uchun xursandchilik deyishdi va in'om qilishdi. Va sizlarga ham agar ma'qul kelsa, o'zimiz baxtiyor his qilaman. Bajonidil. Sun'iy intellekt yordamida